Boboxon Salimov 1908 yilda Xorazmning Gurlan tumanida tug'ilgan. Bu odam yaxshi kundan Xorazm millati huquqlari uchun jon kuydi. Bu millat qadimiy madaniyat, dil ham o'zini shaxsiyatini yaxal qildi. Otamiz Xorazm millati boshqa bir yurtning bir qismi emas, balki umuman o'z tarixini, mustaqilligini alohida millat ekanini aytib keldi. Boboxon Salimov Xorazm Respublikasini yo'qotishlarına qarshi turgan, uni mustaqilligini saqlab qolishga intilgan odam bo'ldi. Xorazm siyosiy harakatda mustaqil respublika sifatida saqlanishini orzu etgan. Xorazm bo'linmasligini, unutilib ketmasligini xohlagan. Ular Xorazmning xalqi o'z tarixi, dili, madaniyatiga alohida millat ekanini dunyoga ko'rsatishga harakat etgan odam. Xorazm millati davlatchilik uchun olib borgan kurashi sababli o'ldirilgan sovet lagerlarida. Otamiz bizani xotiramizda Xorazm uchun jonini fido etgan qahramon, mard otamiz sifatida qoladi. Ular dunyoga bizani alohida millat, tarixini alohida davlat bo'lgan ekanligimizni ko'rsatsak bo'ladi.